Orzu bolalikdayoq boshlanadi. Yonimizda ulg'ayib borayotganlar nima haqida orzu qilayotganini eshita olamizmi? Bugun shunchaki suhbat, javoblarsiz, lekin e'tibor bilan. Alijon 3 yil bundan oldin Opodajon, yoshligingizda kim bo'lmoqchi bo'lgansiz degan savolingizga men yolg'on gapirdim. Voy, opadajon, kattalar hamma deydimi? Ba'zan aldashadi, lekin bunga butun umr keyin qiynalib yurishadi. Lekin siz futbolist bo'lish istagandingiz. Erkin odam bo'lmoqchi bo'lgan. Bu kasbmi? Yo'q, bu holat. Aslida kim bo'lmoqchi xohladingiz? Spartak bo'lmoqchi bo'lganman. U multfilm qahramonimi? Yo'q, u ozod inson. Ozodlik uchun kurashgan inson. Alijon, sizdan so'raganimda men pilot bo'lmoqchiman degan edingiz. To'g'rimi? Albatta, opadajon. Qanday pilot? Shaxsiy samolyot piloti. Nima uchun? Chunki osmonda probka yo'q. Qanday samolyotda uchmoqchisiz? Bombardier Seriji 700. Mana shu gapni gapirgandan keyin bola tushunyapti, bilyapti, nima deb turganligi to'g'risida o'ylanib qolgan edim. 1957 Вот это другое дело. А ты что подумал, что дедушка ничего не понимает в самолетах? Можно ему на это лапшу вешать на уши? Ты так подумал? В 2006 году сделали 757. Не сделали, а выпустили. Да. 757? 57. Это самый большой. Маленький, средний. Средний. Еще раз, 747 это самый большой. Да. Это президентский самолет, да? Бывает и президентский, бывает и гражданский. Ну, я понял. Ну, у президента такой самолет, 747. У президента Америки Ну, такой. понятно, да, я понял. Послушай, а вот скажи мне, пожалуйста, 1900 в каком году? 57 году? Да. Это Боингу 747. Столько лет? 747. 747. Столько лет? Demak, samolyotlar haqida ko'p narsani bilasiz. Bilaman, albatta, opadajon. Xo'p, aerobus kattami? Boeing kattami? Albatta, aerobus, u 2 qavatli. Alijon, qay birida uchishni xohlaysiz? Men xohladim aerobusda ham, Boeingda ham. Nimaga? Men raznobraziya xohlaman qilish o'shanga. Demak siz xilma-xillikni xohlayapsiz. Juda yaxshi. Hozir Alijon internetda har xil mavzular haqida ko'rsatuvlar ko'rsangiz bo'ladi. Shu bloger degan kasb paydo bo'lgan. Samolyotlar haqida gapiradigan blogerlar ham bormi? Bor, men yaxshi bilaman bitta bloger. U hammasini gapiradi. U samolyotda ham, животные ham hammasini gapiradi. Uni oti Jimmy, faqat uni kanali Mr. Beast. Mr. Beast. Balkim o'zingiz ham bloger bo'lishni xohlarsiz. Да, xohlaman. Xohlaman serial zolotoy knopkой YouTube olishga. Men 10 million подписчик xohlaman. Tajribangiz ham bormi blogerlikda? Bor. Qanaqa videolar qilgansiz? Men qilganman video настоящий samolyot bilan, yana Lego samolyot bilan и trendlar har xil. Siz yoshingizda bunaqa narsalar bilan shug'ullanish hammaga ham emas. Men sizlardan, hurmatli tomoshabinlar,
shu bolani qiziqishini bir qo'llab-quvvatlashlaringni so'rar edim. Ajoyib emas, xudo xohlasa mamlakatimizga bir katta foydasi tegsa nasib. Alijon, to'g'risini ayting, uchishdan qo'rqasizmi? Yo'q, qo'rqmayman. Ba'zan, lekin sinab ko'rmaslik undan ham qo'rqinchliroq. Agar orzu yo'lingiz qiyin bo'lsa, orzuyingizdan qaytasizmi? Buni ilojisi yo'q. Ham so'rasam bo'ladimi? Albatta, so'rang, o'g'lim. Siz orzu qilgan odam bo'ldingizmi? Yo'q, Spartak bo'lmadim. Lekin shuni angladimki, insonda orzu bo'lsa, unda hayotda mazmuni bir boshqacha bo'lar ekan, harakatda bo'lar ekan inson. Shu men uchun muhim bo'ldi. Orzusiz yashasa bo'ladimi? Albatta yashasa bo'ladi orzusiz, lekin qiziq bo'larmikin? O'g'lim, intervyu yoqdimi? Ha, yoqdi, qattiq yoqdi. Yana bo'ladimi shunaqa intervyu? Nasib, xudo xohlasa hali ko'p gaplashamiz. Ota-onaning eng katta orzusi bola o'zgalar fikri bilan yashamasligida. Hurmatli tomoshabinlar, sizlardan ham so'ramoqchiman. Yoshligingizda sizdan so'rashmagan, lekin siz eshitmoqchi bo'lgan, gaplashmoqchi bo'lgan masala qanaqa bo'lgan? Fikrlaringizni eshitib qolamiz. Vaqtingiz uchun rahmat.